Dostlar, bugün Türkiye Tümen bazarındamız. Sizlere pomidorlarının, tarvuzlarının, kim bodirlarının bakasını bir xatda danıştıramiz. Ağa, yaxshimisiz? Harman. Aleykümselam. Bizlere tarvuzlarının bakasını aytsanız çözümden satıp turibsiz, xudo xohlasa. Tarvuz 2,5 ming so'm bo'ldi. 2,5 mingdan satıp turibsiz, Satib kelasizmi? turibmiz. Ko'prak ag'ana 2 mingdan dastlabkisi Ko'prak bor. qana 2 ming so'mdan latib berasiz. Havo, dastlabkisi bilan. Pomidorlar nedir? Mayda pomidorlar. Pomidorlar 6 ming so'm bo'ldi. Yerlar 8 ming so'm, 7,5 beramiz. Bular 7,5, bular 6 ming so'm. 6 ming so'mdan. Havo. Pomidor bazon sizdan geldimi ya, azroq vaqt bormi hali? Pomidor hali ozroq vaqt bor. Baho Ozroq o'ynab vaqt turibdi bor, hozir. Bir ko'tarilib, bir yana qimmatlab turibdi. Baholar tushishi mumkin. Bodirlarni so'mdan satib turibsiz. Badringlar 5 ming so'mdan. 5 ming so'mdan ko'prak dollar, xudo xohlasa to'y-po'y tashkillar ham arzondan berasiz. Badring ham bahasi o'ynab turibdi. Ertarak 3 kilo 10 ming, 3 ming so'm, 2,5 ming so'm edi, yana ko'tarildi ozgina. Ha. Telefon nomeringizni ayting, xudo xohlasa. 94 bilan. Avan. 592 95 96. Xudo xohlasa kelaverasizda, nechalik kerak bo'lsa og'amiz yetib beradi desa, undan tashqari tarvuzdan ham arzon beradi. Kim aytish meva kerak bo'lsa, yo bozordagi narx-navo kerak bo'lsa, yo kommentariya yozib qoldirsangiz, keyingi videomizda chiqaramiz, xudo xohlasa.